Do'stlar, ko'rganlaringday Argentina hamda Angliya o'rtasidagi o'yinni Argentina rostdan ham finalga loyiq o'yin ko'rsatdi. Finalga chiqishga loyiq o'yin ko'rsatdi. Umuman butun musobaqa davomida kambeklar qilib chiqdi. To'g'risi finalga loyiq edi. Angliya bu o'yini bilan finalga loyiq emas edi. Endi Angliya 3-o'rin uchun Mbappe hamda uning Fransiyasi bilan 3-o'rin uchun talashadi. Argentina esa Yamal va uning Ispaniyasi bilan finalda qarama-qarshi kelishadi. Endi bilmadim bu yerda kim g'alaba qozonadi, kim favorit. Endi Ispaniyada sal ustunlik bo'lishi mumkin, lekin bu Argentina azizlar, bu Argentina do'stlar. Menimcha Argentina rostakam finalga Ispaniyaga munosib raqib bo'la oladi. O'yinni ko'ramiz, finalni ko'ramiz. Hammaga rahmat. Finalda ko'rishguncha.